Yana xafamisiz? Xafa bo'lmang. Qo'lingizga rangli qalamlarni oling. Oppoq varaqni shu rangli qalamlar bilan endi bo'yang. Oppoq varaq qanday chiroyli ko'rinishga keldi. Har xil ranglar bilan ko'rdingizmi? Endi navbat hayotingizni jozibador qiladigan ranglarni qo'shishda. Qaysi rangni yaxshi ko'rsangiz, birinchi o'sha rang bilan bo'yang varaqni. Nega yaxshi ko'rgan rangingiz bilan bo'yashingizni sababini o'zingiz bilasizmi? Sababi hayot yaxshi ko'rgan narsalaringiz bilan yoqimli, ajoyib ham jozibador bo'ladi. Siz yaxshi ko'rgan rang sizni oppoq varog'ingizga katta chiroy kirita oladi. Shu sababli ham eng yaxshi ko'rgan rangingiz bilan bo'yang. Yomon ko'rgan ranglaringizni ham varoqqa kiriting. Ular sabab ba'zan yaxshi, ba'zan yomon baho olasiz. Bir yomonlik ketidan yaxshilik kelgani kabi, bir xafagarchilikning ortidan ham xursandchilik albatta keladi. Siz xafa bo'lmang. Doim kulib yuring, chunki kulish sizga yarashadi. Sizni xafa qilganlarning ustidan tabassumingiz bilan g'olib keling. Alloh sizga yengillikni xohlagan paytda o'zingizni yelkangizga xafa bo'lib yurishdek og'ir yukni yuklab olmang. Xafa qilganlarni qalam deb biling. O'zingiz esa bir o'chirgich bo'ling. Qalamning xatosini o'chirib yuboring. Xursand bo'ling. Xafa bo'lmang. Sizni xafa qilish ularning qo'lidan kelsa, sizni qo'lingizdan o'zingizni qaytadan xursand qilishik keladi. Tabassum qiling. Kuling. Osmondagi yulduzlarni, daraxtdan to'kilgan barglarni sanog'ini bilgan Robbingiz sizning ko'z yoshlaringizni ham sanog'ini biladi. Endi hech ham xafa bo'lmang. Tabassum qiling. Tabassum qiling. Tabassum.